bir so'm pulsiz mutlaqo tekinga mana shu shurpayor naborni olgan bo'larmidingiz? E'tibor bering, Makita firmasiga tegishli batareykalari 2 tadan 48 vatli batareyka, ichida sverlo, atverka, golovkalari hamda zaryadnilarigacha jihozlangan mana shu shurpayor naborni tekinga sizga berib olamiz. Bir so'm pulsiz mutlaqo tekinga mana shunaqa shurpayor nabor olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq shu videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib hoziroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, videoni oxirida tekinga mana shunaqa shurpayor naborli bo'lib qolishingiz mumkin. Boshqa joylardan pulga sotib olmaysizda, bizni do'konimizga kelib tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi akalar. Va undan tashqari ko'pchilik so'raganda, ukam, Solarisning motobloglaringdan ham bormi degan akalarimiz uchun do'konimizga yangi partiyada komplekt holatda oldi tomonda 7 ot kuchli Solarisning motoblog hamda orqa tomonida aravalari bilan komplekt yetib kelgan. Buni hozir sizlarga ma'lumotlari, narx-navosini tanishtirib o'taman va kimga shu turdagi Solarisning motobloglar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Barcha turlardan mavjud, xohlasanglar yig'ilgan, xohlasanglar korobka holatda motobloglarni olishinglar mumkin. Bo'lmasa motoblogimizni ma'lumotini boshladim. Birinchi bo'lib motor qismlaridan boshlaymiz. Motor qismlari 173F motor, 7 ot kuchli Solarisning motor. Korobka qismiga ham bitta ahamiyat berib o'tib ketasizlar. Korobka qismi o'zini zavodskoy korobkalari 350 talik hamda 250 talik kichkina korobka bo'lardi. Biz buni korobka qismini 450 talik usulinni o'zinikiga nisbatan katta korobka qo'ydirib olib kelganmiz. Stop, motor kichikroq, korobka kattaroq bo'lsa, yer ichida baqotroq ishlasin degan maqsadda korobkasini 450 talik usulinni korobka qo'ydirib olib kelganmiz. Shuni hisobiga juda ham baquvvat ishlab beradi akalar. Xo'p, bu motoblogimizda yurish qismlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizga zavodit olib, juda ham yaxshi, sifatli ishlab bera oladi. Yoqilg'i turi aytganimdek, Solarka baklari 3 litrlik hamda 1 soatiga atiga yarim litr Solarka rasxod qiladi xolos. Ko'pchilik so'raydi, nima uchun rasxodi kam degan akalarimiz uchun bunga farsunka apparatlari hamda toplenniy nasoslarini biz Solarisning motobloglarimizni hammasiga originallarini qo'ydirib kelyapmiz. Shuni hisobiga Solarka rasxodi kam bo'ladi hamda Solarka tanlamaydigan model hisoblanadi akalar. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Videoni boshida aytganimda yana qaytarib o'taman. Motor 7 ot kuchli, korobka qismi katta, o'ziniki 350 talik korobka bo'lardi. Bu korobka kattaroq 450 talik usulinni korobka qo'yilgan hamda mosi ham 450 talik mosdan qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga mana shunaqa arava tortasimi, puluk tortasimi, yer hayda freza qilasizmi, hamma ishlaringizda juda ham baquvvat ishlab bera oladi. Xo'p, oldi tomoniga 1 hamda 2 skorslari bor va orqaga bittadan zatni xotlari bilan jihozlangan bo'ladi. Bu Solarisning motoblogimiz. Orqa tomondagi aravamizga o'tadigan bo'lsak, aravamizni o'tiradigan joyilar taxtadan, oyoq qo'yadigan joyilar taxtadan, orqa tomondagi temirlari polniy konteyner listdan, yangi listdan yasalgan bo'ladi. Hattoki bir joydan so'pi oqmaydigan teshik-peshik joylari bo'lmaydi, yangiroq qo'llangacha yaxshi materialdan foydalanamiz. Tay tomonlari polniy profildan qilib ishlangan, balonlari skuter balon qo'yilgan, dishlalari aylanadigan dishlar qo'yilgan. Bu aravamiz 500 kilogacha bo'lgan yukni tortishga mo'ljallangan. Xohlaganlarga bu tomonda va bu tomonlarda kattaroq modellari ham bor. Narx-navosiga o'tadigan bo'lsak, motoblogimizni komplektda freza, tormoz, dokument, kuluch, mayda-chuta narsalari bilan korobka qismini 3 xil modeli bor. 150 talik, 350 talik hamda bunaqa 450 talik katta variantlari bor. Eng kichkina varianti 4 million so'm, eng katta varianti 6 million 500 gacha mavjud. Kimga nechtalik korobkaligi kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Orqa tomondagi aravalarimizning narxi 2 million so'mdan boshlab turib 3 million 500 gacha katta kichik har xil modellari mavjud akalar. Xo'p, videoni boshida tekinga mana shunaqa shurpayor nabor beraman dedim. Bu shurpayor naborni olishni sharti juda ham oson. Shu videoga
bitta dona like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozasiz va bizning do'konga kelib 100 xilni oshiq motoblokni o'zingizga bitta yoqqanini xarid qilasiz. Xohlang yig'ilgan, xohlang korobka holatda motoblok sotib olasiz. Xohlagan turdagi motoblogingizni topishingiz mumkin. Motoblok sotib olganingizdan keyin do'konimizga ichiga kirasiz. Do'konimizga kirganingizda bu yerda benzapila, svarka apparat, bolgarka apparat, drill shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrument va ko'chada ko'rsatib o'tgan shurpavorlarimgacha mana shu turgan hamma instrument shu barabanga qo'yilgan. Bizning do'konga kelib motoblok sotib olasiz va motoblokni sotib olganingizdan keyin kirib shu barabanda aylantirib, nima sovg'a shu barabanda tushsa, o'sha tekin olib ketsangiz bo'ladi. Shuni hisobiga videoga like bosib kelib yaxshi instrumentlarni tekinga olib ketishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.